Ana dada, ana bu sehrli almacha bitta tishlab tilagingizni aytsangiz amalga oshar ekan. Seriozmi? Seriozmi? Dada! Nima talab qilasiz, uymi? Sen nima ishing bor? Moshunmi? Yo'q. Ana girisham o'g'riyapti bir haftadan. Yametir. Men zakon tilaga o'ylaganman. Sadilloga yo'qsa. Sadillo ayol kishiga aylanib qolsin. Ya xudoni. Tota nito narsa yedim. Nima bo'ldi menga? Yo'q, bana Sadillo. Dada, men bo'ldim. Nima bo'lding? Daftarim qilib o'lim, mana bu inay sizlar bilan ketdi. Yigitsan. Jonim, jiram, o'zimni. Sadillo senga aytaman deb o'ylamadim, lekin jiramsan-da, jo'rajonim. Ko'ting qiz. Qisonmayman. Ko'tingni qiz. Qisonmayman, jo'rajon. 1 minutga yur. Yo'q. 1 minut. Yo'q. 1 minut. Yo'q. Ya shoshma qani. Mana shu mashinani men obunachilarimdan bittasiga berib yuboraman. Tushunayapsanmi? Sizlar ham mana shu mashinani yutib olishni xohlasalaringiz agar kommentarda eng yaqin 5 ta do'stingizni atmetga qiling, videoga like bosing va tanishlaringizga yuborib qo'ying. Eng aktiv insonlarning orasidan bittasini tanlab olamiz mana shu mashinani g'olibligi uchun. Hurmatli homiylar, sizlarda ham zo'r imkoniyat bor. Agar siz biznesingizni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, yangi klientlar, xullas savdoyingizni oshirmoqchi bo'lsangiz, 10 ming, 20 ming, 30 ming, 40 ming, 50 mingtagacha jonli auditoriya bilan siz obunachilaringizni ko'paytirib beramiz. Bu garant. Prognoz esa 100 mingtagacha. Xullas homiy bo'lmoqchi bo'lsangiz agar 94 007 raqamiga telefon qiling yoki Telegramdan yozing yoki Instagramdan do'stlar show profilimizga murojaat qiling. Ha, sen shuni ko'rsatmoqchi edingmi? Men qo'rqib ketibman. Jirajon, meni kim deb o'ylading? Lekin kim deb o'ylagan bo'lsang ham to'g'ri o'ylading, yur beraman. Yur.